Assalomu alaykum. Mani kuzatayotgan barchaga hammanglarni yaqinlashib kelayotgan mo'min musulmonlarning sevimli rahmat oyi Ramazon oyi bilan tabriklayman. Bugun men farzandlarim bilan birgalikda o'z qo'llarim bilan xonadonimizda bayramona muhit yaratdik. Tabiiyki bu jarayon bolalarimga juda yoqdi. Hozir Ramazon oyi uchun har xil turdagi tayyor dekorlar mavjud. Lekin farzandlarimizni yonimizga olib, dekorlarni o'z qo'llarimiz bilan tayyorlasak, buni gashti o'zgacha bo'ladi. Xonadonimizni bayramona qilib yasatish barobarida bolalarimizni qalbida Ramazon oyiga muhabbat uyg'otamiz. Allohim barchamizni tutgan ro'zalarimizni, qilgan ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. Hammamizni xonadonimizga rahmat va baraka yomg'irlarini yog'dirsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlari Ramazon muborak.